Bu pahlavani bir marta qilsangiz, magazinnikini umuman yemay qo'yasiz. Uni qavatlarini qarang, shunaqa og'izda eriydi. Bizga kerak bo'ladi: ikkita yayla, bitta tuxum, yarim stakan suv, chayna soda va uksus. Ko'targanicha un. Iloji boricha yayla ishlatishga harakat qilinglar. Chorkadan chiqarib, ustiga un solib, urvoq holatiga keltiramiz. Yarim stakan suv, bitta tuxum, yarim choy qoshiq soda, 3-4 tomchi uksus. Aralashtirib un solib xamir qilamiz, qo'l yopishmaydigan. Xolodilnikda 2 soat turgandan keyin yoyamiz. Hamma joyiga ozgina-ozginadan bir xilda qilib margarin surib chiqamiz. Har 2 soatda 5-6 marta shuni qaytaramiz. Xamirni yoyib, konvert qilib o'rab qo'ysak, shunda slayonli xamir bo'ladi. Bir kun xolodilnikda tursa, undan ham zo'r chiqadi. Ertasi kuni 5 ta tuxum oqini chaqib, ko'pirtiramiz. Qattiq bo'lgandan keyin ozgina-ozginadan shakar solib, bezak qilamiz. Slayonli xamirimizni ikkiga bo'lib, bittasi kattaroq, bittasi kichkinaroq qilib, list tagiga kattasini solamiz. Bezakni ichiga yong'oq bilan magizni aralashtirib, xamirni ustidan solamiz. Hamma joyiga bir xil qilib surib, ustidan esa ozgina kichkinaroq xamirni solamiz. Ustini kesayotganda pichoqni suvlasak, oson chiroyli kesiladi. 160-170 gradusda 1 soat pishirib olamiz. Agar retsept yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang.